O'zbekning o'zi qiziq. O'zidan ham so'zi qiziq deyishadi. Bu iboraning mazasini yozuvchi Erkin A'zamni o'qiganlar boshqacha his qilsa kerak nazarimda. Yozuvchi o'zbek xalqining so'zga chechanligidan mohirona foydalanadi, kinoya va qochirimlarimizni o'rinlatib, joyida ishlatadi. Shuning uchunmi jahon adabiyotidan yo klassik kitoblardan o'qiymanmi, baribir tez-tez Erkin A'zamning shirali uslubini sog'inib qolaveraman. Yozuvchi bayramdan boshqa kunlar qissasida ham o'zining falsafiy qarashlarini mana shu uslub bilan berishga harakat qiladi. Bayram va tantanalar hayotimizni rang-barang qiladi, ammo har kuni qandaydir bayram nishonlashni tasavvur qila olasizmi? Bayramdan boshqa kunlar qissasini o'qiganimda men shu narsani o'zimda his qilib ko'rdim. Uzluksiz bayramlar ortidan o'z vaqtimni, real hayotimning aksar qismini yutqazib qo'yar ekanman. Qissada ham aynan shu narsa hikoya qilinadi. Avvalo, qissa uchun juda yaxshi nom tanlangan. Ham o'quvchini o'ziga tortadi, ham asar mohiyatini 100% ochib bera oladi. Bosh qahramon Bakir oddiy, kam xarj oilada tug'ilib o'sgan. O'zbekona urf-odatlar ruhida tarbiya topgan yigit. Bolaligida uchuvchi bo'lishni orzu qilgan bu odam hozir oddiygina avtobus haydovchisi. Uning har kuni bayram qilishga toqati ham, moddiy imkoniyati ham yo'q. Biroq u sevib uylangan Bargidaning oilasidagi muhit buning teskarisi. Har kuni bayram bilan o'tayotgan bu oilada insoniylik, nomus, or, g'urur, eskicha qarash, almisoqdan qolgan narsalardek rad etiladi. Avvaliga har kungi tantanalar, oliy maqom davralar Bakirni ham mahliyo qilib qo'yadi. Bora-bora vaziyatni ichidan ko'rgach, soxta mulozamatlardan, zo'rma-zo'raki o'yin kulgulardan bo'g'ila boshlaydi. Bu oilada na er-xotin munosabati, na ota va farzand munosabati, hatto do'stlarning munosabati ham risoladagidek emas. Barchasining ortida birorta qandaydir bir manfaat bor. Mana shuning uchun ham ularga har kuni bayram kerak. Ular dars ketib bo'lgan oilasi soxta mehr munosabatini bayramlar ortiga yashiradi. Yilda 4-5 marta tug'ilgan kunini nishonlasa ham bayram bo'lsin. Har kuni bayram bo'lsin. Bayramdan boshqa kunlar haqida esa tasavvur qilishdan qo'rqadilar. Unda yaltiroq pardalar ko'tarilib, haqiqiy hayot yuzaga chiqib qolishi mumkin. Endi masalaning yana bir tomoni. Buncha bayram va tantanalarga mablag'ning qayerdan kelishi haqida gaplashsak. Bakir bu muloyim odamlarning ichiga ko'proq kirar ekan, ularning moddiy manbalarini ham o'zi uchun fosh eta boshlaydi. Pul ilinjida hech kimni va hech narsani ayamaydigan odamlar ichida ekanini tushunib yetadi. Yozuvchi o'z qahramonlariga mahorat bilan ism tanlaydi. Bargida, Bakir, Chinnibek, Ukkuboyev kabi qahramonlarni ismining o'zidanoq ancha tasavvur qilishni boshlaysiz. Umuman muallifning qissadagi har bir obraz ustida alohida ishlagani, mehri seziladi. U bosh qahramondan ham ideal obraz yaratmagan. Bakir ham xatolar qiladi, qo'rqadi, ojizlik qiladi yoki o'quvchi eng ko'p nafratlangan Safura obrazi ko'nglini ochganida uning ham o'z haqiqatlari borligini his qilasiz. Qissada 1980-yillardagi yurtimizning ijtimoiy hayoti ham aks etadi. Bir qatlam o'zbekona qadriyatlarni mustahkam tutib davom ettirsa, boshqa qatlam g'arbga taqlid qiladi. Yoshlar esa ajnabiy so'zlarni o'xshatmay gapga qo'shishni odat qilishgandi. Umuman olganda qissadan ko'p xulosalar olish mumkin. Qaysidir sahifalarda o'zingizga ham oyna tutilgan joylarini sezib qolasiz. Xatolaringizdan xulosa chiqarasiz. Ruhiyatingizni esa yana bir yaxshi asar bilan boyitasiz. Kitobni albatta o'qib ko'ring. Allaqachon o'qigan bo'lsangiz, men aytmagan yana qaysi tomonlari haqida gapirishni istagan bo'lardingiz? Bu haqida izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Videoni shu yergacha tomosha qilgan ekansiz, demak, kitoblar haqidagi kontentni ham qo'llab-quvvatlashingizga ishonaman. Bir burchakda keyingi videolarda ko'rishguncha.